Mana shu issiq kunlarda kim Allohumma ajirina minan nar degan duoni ko'p aytsa deydilar, Alloh taolo do'zaxdan panoh beradi. Nimaga do'zaxdan panoh tilanadi bu issiqda? Chunki bu issiqda yaxshi bilingki, quyoshning issig'idan emas yoki tabiat qonuni emas, balki Alloh taoloning yer yuziga tushirgan jahannamdan bir nasibasi. Yildan-yilga ko'ryapsizmi, kunlar isib ketyapti. Alloh taolo qiyomatdan ishora qilyapti. Alloh taolo do'zaxni eslatyapti. Shuning uchun Allohumma ajrina minan nar, Allohim do'zaxingdan panoh bergin degan duoni ko'p takrorlaydigan bo'lsak, inshaalloh bu issiqdan ham panoh bo'ladi, do'zaxdan ham inshaalloh panoh bo'lsa degan umidimiz bor. Mana shu issiq kunlarda kim Allohumma ajrina minan nar degan duoni ko'p aytsa deydilar, Alloh taolo do'zaxdan panoh beradi. Nimaga do'zaxdan panoh tilanadi bu issiqda? Chunki bu issiqda yaxshi bilingki, quyoshning issig'idan emas yoki tabiat qonuni emas, balki Alloh taoloning yer yuziga tushirgan jahannamdan bir nasibasi. Yildan-yilga ko'ryapsizmi, kunlar isib ketyapti. Alloh taolo qiyomatdan ishora qilyapti. Alloh taolo do'zaxni eslatyapti. Shuning uchun Allohumma ajrina minan nar, Allohim